DTSP, ZPR, autizm, yana Alloh bergan kasalliklar bor. Bu kasalliklarga bizani kelinlarimiz aybdor emas. Xonadoningizga kelin qilib olib kelganingizda zurriyat olib keladi. Avlodimizni davomsiz deb olamiz. Bu jonlar agar bu oilaga nevarani kasalligi bilan sinov kelgan bo'lsa, shu sinovga sizlar ham yordam beringlar. Onalar kechgacha bolasiga qarasin. Siz uni osh-ovqatiga qarashvoring. Ozgina bolam damingizni oling, bolani menga bering, birpas ushlab turinglar deyishingiz kerak. Chunki u bizning zurriyotlarimiz, o'g'limiz ishdan kelganida kelinimiz chiroyli bo'lib kiyinsin, aylansin, kelinlar ham dam olish kerak. Bu kasal bola bo'ldi degani jazo emas. Bu ijodlar kelinlarni ayb qilmasdan, to'g'ri, bu Allohning sinovi, bu kelinlarda ayb yo'q. Kelinlarimiz bizga qul emas. Bularga yordam beraylik. Biz sog'lom onadan sog'lom farzand tug'iladi. Alloh bergan ozgina sinovga chiroyli javob beraylik. Biz ham yordam beraylik. Avlodimiz davomchisi bilan. Shuni unutmanglar. Ha, kelinjonlarim, yoqib ketdi, ha? Qani qaynona jonligingizni qo'yinglar.